33 yoshdan so'ng har ikkinchi ayollarda semirish va depressiya hissi kuzatiladi. Kichkina no'xatday ovqat yesangiz ham vazningiz oshib, sochlaringiz to'kilishni boshlayapti va xuddi sutkada 30 soat ishlagani kabi o'zingizni behol his qilyapsiz. Endokrinologlar esa bundan oson qutulish yo'lini sizdan yashirishadi. Bu muammolarning kelib chiqishiga sababchi bu gipotireoz bo'ladi. Klinikalarda gormon va analizlar uchun sizdan millionlab pullaringizni olishadi. Uy sharoitida buni oldini olib va qalqonsimon bezning ish faoliyatini to'g'rilaydigan 7 minutlik mashq orqali siz bu muammolarning asl negiziga yechim topasiz. Bu 3 ta mashq asosan gormonlarning to'g'ri ishlashiga, qalqonsimon bezning ish faoliyatini 3 barobarga tezlashtirib beradi va uyquda yotgan to'qimalarning aktivlashishiga yordam beradi. Soch to'kilishlarini oldini oladi. Qisqa 14 kun ichida siz go'zallik va energiyangizni tiklab olasiz. Bir oydan so'ng esa minglab ayollar gipotireoz kasalligini unutib, har xil gormonal dorilar va ortiqcha vazndan bir oyda 8 kilogramgacha ozishgan.